Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga shay turgan qo'shinini ko'zdan kechirib, ularda hammasini bir tekis saf tortib turishini buyurdi. Odatda arablar jangga kirsa, u paytda qo'shinni 5 ga bo'lar edi. Hammasal jaysh deydi. Oldingi qism, ortki qism, o'ng, chop qanot va o'rta. 5 ga bo'lmadi payg'ambarimiz, hammasini bir saf qilib terib qo'ydi. Shunda bir kichkina bir hodisa yuz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tekis turgan safni kuzatib borayotgandi. Savod ibn G'oziy ismli kishi sal safdan oldinroq chiqib olgan edi. Shu kishi sababli qo'shin qiyshiq turibdi safi. Saf tekis emas. Yana u kishini yana qorni ham bor edi, yana ham oldinroq chiqib turibdi qonni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda, qo'lidagi tayoq bilan saf tekis qiling deb qonniga kaltak tegizib qo'ydi. Shunda Savod ibn G'oziy, "Ya Rasululloh, jonim og'ritdingiz" dedi. "Qasos olaman" dedi. Sahobalar, "Bu kishi Rasululloh-ku" desa, "Ha, jonimni og'ritdi, qasos olaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin birodarlar. Hayotini har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna. Jahli chiqqanda ham, xursand bo'lganda ham, boy bo'lgandan faqir bo'lganda ham. Qo'liga tayoqni berdi va qornini payg'ambarimiz ochib berdi. Shunda boyagi Savod ibn G'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladi-da, payg'ambarimizning qorniga mahkam yopishib, o'pib quchoqlab betlariga surtib qoldi. Payg'ambarimiz "Ma hamalaka ala hada?" Nima bunday qildingiz dedi? "Ya Rasululloh, ish ko'rib turganingizdek turibdi. Ya'ni hozir jang qilamiz. Agar bugun dunyodan chiqishligim yozilgan bo'lsa, hayotda oxirgi marta meni jasadimga tekkan narsa sizning muborak jasadingiz bo'lishini xohladim" dedi. Payg'ambarimiz ular mana shunday yaxshi ko'rishar edi. Shu holatdan foydalanib, payg'ambarimizning badanlariga badanlarni tegizib oldi.